Va nihoyat 4 oy kutgan zakazim yetib keldi. Nima uchun 4 oy? Chunki bu buyurtmani men noyabr oyida buyurtma qilgan edim. Nima uchun bu menga yetib kelmaganining sababi, yo'qolganligining sababi, men ishlaydigan kargoning minimal kargo kilosi 10 kilo ekan. Men bu tovarni buyurtma qilganimda o'sha kiloni inobatga olmasdan buyurtma qilganman va magazin bu buyurtmani men aytgan skladga olib kelgan, lekin skladdagilar bu yuk kam ekanligini inobatga olib qabul qilmagan. Orada buyurtmam yo'qolgan. Menga yukim yo'qolganligini bilib, magazin bilan shu yukimni buyurtma qilgan magazin bilan bog'landim va yukim haqida ma'lumot so'radim. Ular menga yukni skladga topshirganligi haqida отчетlarni ko'rsatdi, lekin baribir orada umuman topib bo'lmadi. Keyin magazinga qaytadan iltimos qildim. Magazin kuryeri o'sha yerga borib, skladga borib, yo'qolgan yukimni olib, qaytadan menga boshqa adres bergandim. O'sha adres orqali yubordi. Sizlarda ham shunday holat kuzatilganmi? Bunday vaziyatda siz qanday yo'l tutgansiz? Kommentariyada yozib qoldiring.